Tezroq bo'l. Chaqsin deyman. To'yning vaqti qo'yib bekitildi, biroq hozir burungi ahvolimiz yo'q. Hey, ezmay, chaqsin bo'l. Hozirda shaydaning qo'yib ketgan barliq chiqindi o'z ustimga olaman deb qo'yatsa ishini qatdi. Bo'ldi. Hozir bunga bilan qilmayli qo'yinglar. Hech nimaga ega bo'lmasdan qoldi. Bo'ldi qilinglar. Eka, pullar nerede? Ha? Hey, abi qarab bak. Bu kan yok. Şeyde! Kızım! O bugün bir yerge bağmayla davat attı. Şeyde! Derizin kaçayla! Şeyde balam! Şeyde! Oy balam düş bu! Şeyde! Benim oldum kızım! Sadece bir iş oldu! Gülbiye, Recep Hamkin oturup yaptınız mı? Her işkeç oturma. Siz bilmeksiz Fatih. Üzümden pek ensep gidiyorsun. Daim mushundaqilda ekansiz. Bizmi hech kim bo'lmay yashayapmizmi? San'at institutidanmi xo'g'landim. Istiqbolimni tugashdi. Siz bilan birga yurib oq chekib qolganimni o'ylasam, men bek pushaymon qilaman. Men bek nodon kelman. Ondaqmi deb ketmam. Ben sizni yaxshi ko'raman. Sizni hargiz tashlab etmayman. Bu dunyoning ishlari mana mushunda birda o'ng, birda ta'tir bo'ladi ekan. Gulbiya, sizning texi bir obdan naqshchilik kasbingiz bormi? Undaq deganingiz bilan iqtisodim yetishmayotdi. Sizning ahvolingizni kundan kunga yaxshi emas. Buni men obdan bilaman. Gülbiye, siz birden oturup durun. Ben telefon qaytırıp ötüp direk. Öydün kepti. Ular qayt urip ketdi. Qaytırıp bakay. Vay. Ha. Fazılma. Siz hazır nerede? Derhal çoğun uyga qaytın. Çoğun uyga uğur kiripti. Ha, ma'qul, hozirli borman. Gulbiya, mening jiddiy ishim chiqib qoldi. Biz keyin paranglashaylik. Hay, meni tashlab nega bosdingiz? Jiddiy ishim chiqib qoldi dedim-ku. Ben uyga borsam bo'lmaydi. Uyga o'g'ri kiribdi. Ha? Hay, hozir to'xtab turing. Belqinasini azroq bering. Xo'mirim tutib ketadi. Men bundoq o'lmakning ustiga tepmak deganda gap qilasiz. Menda hozir o narsa yo'q dedim-ku.
Ben çıkayım sizlerden pul sorsam, pul yok dep, beğenmegen tağla. Bana emdi, obdan boptu. Ha? Ben senin sessiz gepingni ağlıqıl çaqırtmadık. Oğul bala oğandikin, yardım kılamıken, meslet öğrendikin dep çaqırtkan tok. Bo'ldi qislar dadisi. Tagishib qolmanglar. Har qancha xafa bo'lsaqmi o'rniq kelmaydi. Xudoga shukr. Qizimiz Shahida omon qopdi. Tata, ketaylik, uyqum kelib ketdi. Kira Halide, ketaylik. Aka, o'shundoqli ketamsa, o'g'il bola bo'lgandan keyin buzilgan yerlarni o'shab berib mangmamsa, buzuq otqanda qilamiz biz. Opam bilan dadam o'shamga. Hozir mashina qani? Qaysi mashina? Bizning mashinachi. Setyapti. Qachon? Yo'q. Onu qarzga hisoblab, haqqa beryapti. Men choy sodasida 100 ming so'm qarzda olib qolgandim. Qarz egilar to'la ko'zimga kirib, zodi aramchilik berdi. Mushundoq cho'ng ishni men aytmabsiz. Uydagi pulga yaraydigan narsalarning hammasi tugatdi. Sana Istanbul nima qilib bera olaydi? Soda degan mushundoq foydami oladigan, o'ngdimi tushadigan ish tursa. Çekip mushalga tushib qoldim-da. Bo'ldi, qila. Jinim hozir mashinani qarzga berayotgan bo'lsangiz bo'pti. Bundan keyin shu narsani chekmasangizlar. Mashina deganni ilib ola olamiz. Qo'limizni uzraydi. Men sizga ishonaman hozir. Siz degan neni sodlarni qilgan bu. Shu narsani chekmang. Sizdan o'tinib qolay. Vay, alamet beydiniz o, alamet. Kambam, teyzeniz var mı ki? Kızınlarınız bu çıkınlarla. Teyzeniz olandığa buzdağa sohbet eder, spor bir kapadı. Ne koyamayız? Vay, alamet. Hele, bu ne? Şuyduğuna. Ölüp gidip canğa, kündüm hoşunda oyuna pişip yürümeye kalmak kılıp çıktın. Kandak dedim, kam koyu kız. Kızda kaçap, erkek de kotuncu mu? Agar sizlar qiziqmayotganing ko'ngilni ondan ochalsanglar, bundaq o'ltirish deganni 2 kunda bir o'rlashtirib beraman. Qanday dedim qiziqmayotga? Çatak yok, oynaydıganlı şu biz tayya. Vay. Siz kim? Bildim. Hazır yetip var ben. Burun kıcaydı mı? Bildim. 15 minut içinde yetip var ben. Bırak yine. Yo'qlik keldi, ertaga tong'i ber. Ne burun qiladi? Shunda. O pulni uloq berib qo'ying. Ma'qul.
Ya sen dünya rahmet kimge vapa kıldın sen men digen yarenni gel koy nige oldun sen dünya kimge vapa kıldın sen men digen. Hazır Xroyundan ibaret bu zərlik alvasti nurgulluğan ailelerni vayron qilmoqda. Zərlik chekimlik tüpelden oğurluq, bulangchilik qiladigan, kifat nomusini topadigan ishlar yana ko'paymoqda. Bu jamiyatning amalligiga, ijtimoiy muqimlikqa berib taqildigan intayin muhim bir masala. Shunga gunlar bilan Zilal bugundan boshlab maxsus zərlik chekimlik atkazchilarini va zərlik chekuvchilarni tutish xizmatiga ajratiladi. Zərlik chekimlik qarshi turish atirtimiz har vaqt sizlarga yordam berishga tayyor turdi. Bizga ishoning. Biz cho'qim bu vazifani jon dilimiz bilan o'rinlaymiz. Zərlik chekimlik atkazchilari bilan zər chekuvchilar noiti vahshiy. Ular g'ojirlashganda har qanday yomon ish qilishni yanmaydi. Sizlar o'sharlig'inglarni o'stirib. Boshliq, qandaqli vazifa bo'lsin bizga topshiring. Mening gapim bakcha xo'p ketdimi, qandaq? Ba'zi gaplarni yana ta'kidlamay bo'lmaydi. Aycan, ben bulandım. Aycan. Dilshadga qupa o'rnimda. Qupa. Vay bo'ldi qana öfke jep gapinchiqkina. Dilshadga qachonlik qarsayningda oq o'ksinaydi. Unimi o'g'irlayapsan-mi? Shuni bilmaysan. Men bir bank deb qoldim. Nima? Sening davatqaning qandaq bank bu? Ey, hamakat. Bank desam hayron qilyapsan. Mening deginim qara. Men bir cho'ng boyvachi bilan do'stlashib qoldim degani. Uningga texe aq chekishni o'rgatib qo'ydim. Men 2 yilning yog' chekayotgan tamakini ashtaminlayapti. Qandaq? Ipim bormikan? Dilshadga sening qaltis iping bormi, ha? Jahalning ishlari shunday bo'ladi ekan. Ilgari men to'y qilishib bitishib qo'ygan qizni u o'zining puliga tayinib mendan tortib olgandi. O chaqda men nayt xo'rlangan. Taqdir qismat oxir ikkimizni kutilmagan do'stlashtirib qo'ydi. Buning ham shukr. Kim u? Men taniymanmi? Mening mushundaq biror cho'ng boyning peri tushish xiyolim bor dedi Dilshadga. Voy, elaqay puzzle terishchi. Shundaqmi? Lekin bu banka hozir vayron bo'ldi. Mening maqsadim uni vayron qilib tushdi. Endi uning qanjiqining oldima kelib, menga yollamikni bir ko'ray. Endi men boshqa bir bankini topmasam bo'lmadi. Dilshadga qumarib bak tutib ketyapti, bir chekib olaychi. Hey, elimi bir necha kunni yaqmasin ta'minlab kelyapman-ku, ha? Endi ayt o'g'ni uni o'zing topchuma bo'lamdi. Ikkimizda o'g'irlik bor. Mana, hey. O o'g'irlagan narsang qaraysi bir kunga yetdi-ku, ha? Hey! Ya sen bire işte kağır kelmisin. Sana bu dükkanda neyim bak? Yaxşı közümde yok ne? Qarab tursan bu. Ketsem o gitey. Bırak şarkımda bermezsiniz. Nime? Nime dedi? Sen teki menden pul talep kılıp sen? Hey, kalemde. Öz vaqtida mening oldimga qandoq yolg'irib kelganligingni unutib qoldingmi? Men bu shaharga musofir. Uning ustiga elimda bir tiyin pulim yo'q. Meni bunda qaytibasiz, men nega borman? Qandoq qilsam qilmamsa? Men ya sening dadang bo'lmasa? Necha oydan beri sana oshtamoq berib boqdim, shumi yeta. Mana ko'zimda yo'q, ha? Unda qarayimsizligim fazla aka. Bu shaharda sizdan boshqa hech qanday tanishim yo'q. Mana, az gap qilib ko'zimda yo'q aldayman. Yeni bika. Dünya
Kimge vapa kızıyın sen, men digen yavrenni, yer koylige aldın sen. Hocam. Rahmet. To'xta. Neka. Hoş. Xotining ochdimi? Açmamdıgan. Boyliq ki. Ben seni ma uyga kelmay degandim-ku. Nima ish kelding? Mal tükkeli 3 gün oldu. Abır bir dağalla abır beğenmedi. Ağladıqallar köp. Şunun bir yege ilaçsızlıktan geldim hocam. Bana pulları. To'g'ri. Hatırcam bolsa to'g'ri. Bu sening mukofotong. Rahmet. So'dilleri ronaqtab qo'y. Hocam. Yezim. Men sana deb qo'yay. Her qandoq chog'da og'zingni ching tutqin. Mening ismimni hargiz chiqaruvchi bo'lma. Notonish odamga yog'liq sotma. Mening deganim bo'yicha qilsanglar, men sana obdan mukofot berman. Uqdingmi? Manga ishonsi deyman. Hargiz sizlarga tuzkorlik qilmayman. Agar men tutilib qilib, qiymatchimi bo'lib ketsam-mu, sizni qat'iy pash qilmayman hocam. Ma gaping joyida. To'xtab turg'in, Obdan. Mana bu birinchi darajadagi bahosi burunqi bilan o'xshash. Uqdim. Emse, men qaytay. Bo'ladi. To'xta, bu yoqqa. Bahorgul bilan oy qizga aytib qo'ygan, ular erta heliq uyga borsin. Obdan. Bu uyga endi ikkinchi kelchuma. Uqdingmi? Uqdim. Fazıl burunqi fazıl emas. Necha yildan beri topgan pulni u qandaqmi so'rab etkandi? So'didigo, foydasi ham bo'lib turdi. Biroq bundaq bo'lib ketmasligi kerak-da. Bunga hayronman. Qani, aşkı kelinglar. Qizim, siz Fazıl'ın ishini zot uqmamsiz. Bizdan yoshursangiz bo'lmaydi. Agar u biror baloy qazoq uchrab qolsa, oila bo'yicha so'roqchilik tortadigan gap. Oy, og'izlarini tutmay oshlarni yeysizlar. Bizning Faziljon aqlli, chechan bola. Boshqalarning bolalariga o'xshamaydi. To'la gap qilma. Hozir hamma ish shu chechan o'g'lingda chiqyotdi. Qizim, mana ayting, zodi nima ish bo'ldi? Shuncha vaqtdan buyon sizlarni yoshirib keldim. Endi demsam bo'lmaydi. Dada, bugun men mushu ish uchun kelgandim. Qandaq ish? Davriq. Bir yildan oshdi. Fazil oq chekishga o'rganib qoldi. Nima? To'xtab tur. Taqa, to'xtab tursa deyman. Taqa, to'xtab. Nima mening kelim kirib olishi? Zodi nima gapingiz vardı? Yeriqi narsadan ozroq seta olay degansiz. Gapingizni tushunmadim. Men bir divanni tutsam, menda sotadigan narsa nima ish qiladi deyman. Taqa, men soqchi emas, qo'rqmasa. Kichik yostiqdan birini olay degan. Nima? Yo'q.
Qayda yağlıq neymiş kızan? Eğer yağlıq lazım olsa bakışın görüp almalısın. Oy, sen de kımızla. Yılık soğuduya puzzle, küçük yalıklı sıldı bada bir evetke. Bayağıdır aşırıdacısınız anlamda. Benim mi aldınız? Özleri gepini sökütüp boğutup ürküp gettiler. Manıma elif gel. Tutanmayın. Eğer benim yağla satqınımni başqalar deydiğim bolsanız, mendin köylüğünüzü görüşün. Puzzle mağı diye korkmuşsa, hiç kimi demeyin. Ha, yigitni qecha topsin. Ya sen bakensen ha? Bazı. Seni çağırsam mı gelmeydiğin bulup aldın ha? Eylik pulni hazır veritemse qandaq? Ha? Sıdıkka. Benim elimde hazır oncuvala köp pulum yok degine. Ben bir amallık kılar. Nereden bolmasın, 2 gün içinde eylik pulni tep vermesen bolmaydı. Sen mu soğudige, ben mi soğudige? Bu işini obdan bilirsen. Bolmasa, özümü bilen bir iş teskilemi tep hazırcan, ha? Sıdıkka. Nimandaq közüm getirip alsa. O degen qanchalik pul de. Biz muvago. Neçi milyonlab pul tapqan oğul balı biz. Oncu bala qıp ketmeyli. Emse, çıkamamsa. Tıra vurmadın. O soğukta bir ediyorsan tonlap kalmamsan. Uyum yok mu senin? Benim zaman canıma uyum yok. Kargında. Sen bu şehrin musafir ikensen. Yatıdığın yerin yok mu bana? Yok. Çıkkay boğan. Ben bir sıkı işlavattattım. Bir gün o yokulan işlerini bahane kılıp beni vurup bir yerden eğdim etti. Yine de şakamlı mı beğenmedi? Gülpiye hakikaten çıraylık cuma. Çıraylık olsa sizge ne faydası? Bu şehirde çıraylık kızlar diyen saman da köp bu. Bezlerge şahdek behtiyar Ara ene bezlerge şahdek behtiyar Bezileri orman işler nimegi dorzar Bezileri parmak işler nimegi dorzar Bezileri parmak işler nimegi dorzar Hayatım obar Hayatım obar Sen yaxşı etdiniz, rəhmət. Rəhmət. Rəhmət.
Ey Fazil, vaqtımı bir yer verip qaptı. Jüre keteyli. Ekile saatinizni ko'rib bakayım. Kızca, bu saatin acayip çıraylık gibi. Nerede aldın? Bir yerde. Vay jüre, kopa, gideyle kopa. Kızca, nemege aldıraysa? Toxtaptı, Gülpiye meye kelsin. O kız bana çakırdı, neme kılasa ya, onu bizim bir küstürek turu olmasa. Kızca, sen okumaydı ekansan. Kız bana degen bağı, bir kımmet buyumga o'xshaydi. Vaqti kelganda onundan qanday foydalansam bo'laver demasmi? Fazil, sen bek ahmoqkansan mi? Qarab turib ash qizg'ondan damig'i chiqib ketdingmi? Sen. Hazır, yaxshimisiz? Hazır, maqsini qanday aytdi? Deganmi qaltis aytyaptiniz. Haqiqatan fayzingiz bormi? Yazma. Yaxshi aytishni bek yaxshi ko'raman. Bo'libmi mehmonlarga taqdim qilsa, texmi xo'sh bo'lib ketdimi? Endi bekavg'asiz Gülpiye. Ha, bugungi vazifam oxirlashdi. Qanday? Bir ish bormidi? Boshqa bir yer berib o'ynab kerak. Qataq yo'q. Ben sizni tanıştırıp qo'yay. Bu ben sizga doim gapini qiladigan Dilshod degan og'inam bo'ldi. Dilshod, yaxshimisiz? Biz ikkiga bo'linib, jinoyat davomli sodir bo'lgan joylarga boraylik. Siz degan ayollar yolg'iz qandoq bo'ladi? Silal, sizning ayollar bo'lgan ko'z qarshingiz ancha to'g'ri emas ekan-jimi? Kech o'g'anda ayol kishiga qolaysiz bo'larmikin deyman. Siz mendan xotirjam bo'ling. Shunday qilaylik. Maylamsa. Siz qarag'ashliq mali bering. Men havo yo'l tarafga mangay. Fazil, akilang ben bir çek olay. Umurum bitip gitti. Kalbe yok ulanlar. Düzce dimada kuttu. Akilang, silemedim. Naqshkin deb ayab qo'ysam nimanda hadimni seversen? Aka! Yo'q. Aka davatimi? Yo'q. Aka! Ay! Mana bo'ldimi? Mana bo'ldimi? Bo'ldi qilinglar. Fazil! Ko'tlashmang. Qanday Qarab turib men bilan tamoq tarishyapsan sen. Nima bo'ldi? Baka, sen bilan men tutishib qolmaylik yana. O'tirdim deganman. Agar Gulpiyaga yana chiqiladigan bo'lsa, men seni o'ltirib yetaman. Nima? Sen ma paskini deb pichoqdan olyapsan? Anda bo'lsa, nima haddingni do'sti? Ma tamakini sen kelganmi? Men kelgandimmi? Sen toza chekkanding-ku. Bugun ajab nochoq ketibsan sen. Sana men asqatamdim yoki men buzuqmi? Shaqlar tafsa chiqmaga. Shaqolsa. Qara. O'tiribdi birisi maravatidir. Nayt xotin ishgan qo'la ushmadim qo'qamda. O degani soxti. Uqdimmi? Soxti deyaptilar.
Hazır kıyada. Geldim. Ben hazır. Şapık boğazı tarafta. Cinayet kumandanlarını herkes kaçırıp koymam. Ben hazır bir ihbarım ben. Allah'ını küçük koymayın. Anladınız mı? Bunu kimi? Nemeden bunu ağamı kutunu alırsa, ha? Siz sana nemi kağız? Şirka bakmamıza inişte. Konuşturup gitmem çoğunu mu, ha? Taksip olanı koyulmasın. Bir şey yapılmayısın. Kayada. Ben acanın üstüne gip olamaz. Ben sizi öldürmeseydim bulsam. Bunda adetlerden hava kalacak. Sonra yapılmayı motorun üstündeki ağam sürekli var. Ne var? Ne bir şey oldu? Tapancını mı kalma? Tursun, şeyin içip buldun mu? İç buldum. Yürü bakalım. Bugün onun ne gapırayla? Bana yardımlaşıp gösteriş berdi. Akşam şundaq dep gidişken tutku. Bugün bağmay tursun. Öyle gaz tügepti. Gaz ekilip dep koralarını joquşturup etsin. Maqul emse. Şundaq qılın. Erteden başlap bazaq bille barasan, ha? Maqul Qasımka. Aras. Eğilan obdan qurudap qoyğuncu mu? Maqul. Nima anlatып tursan? O'ltira. Otaning bormi? Bor. Bu shaharga nima uchun chiqqanding? Vallahi ergishib chiqibdiman. Qaytib ketay desam, xo'jayinim pul bermagachga qaytib ketamadim shu. Endi bizni qasmanga ishlab beramsa? Mening bu ishligim batdi. Xo'jayining seni nima uchun haydabdi? Uning tishig'i tegib qo'ydingmi ya? Yo'q, men ishnim qilmagan. U meni aqtamak akab birsan deb qistidi. Men hech narsani bilmagachga topolmadim. U meni urib to'kandan aydibatdi. Yana taxi ish haqimni bermadi. Bu yoqqa kela. Oy. Men mo'ramni bir tutib etgani. Kela. Mo'ram shundoq og'rib ketyapti. Mujib tutib qo'ygani. Kela. Oy. Tutmamsan.
Hey, nayigendek mındak mucuk tutma sen. Ma'qul. Töverek davadım. Tursun, Xo'sh. sen bana yarab qaldың cimo. Mening degan yerimdan chiqsang, men seni cho'qim rozi qilaman. Bu nima deganlari? Sen Qosim axunga ishlamay, menga ishlatdagin. Qosim kam ishlasammi, sizga ishlasammi o'xshash emasmi? Hergiz o'xshamaydi. Nima ish qilaman? Men seni nima qil desam, shuni qilsan. Gepimga kirdiqanli bo'lsang, sen hergiz ziyon tortmaysan. Tamoq, yetib qopishing, hammasi mush uydan bo'ladi. Ish haqqingdan boshqa yana chiq mukofot berma. Sen Shiroqdagi ota-onangni o'ylab qo'ysang bo'larmikin? Ular cho'qim o'g'lim qanchalik chiqib pul tepkilarkin deb cho'ng umidni o'ltag'andi balkim. Shu. Ularni ozroq pul tepib uydagilarga evatay deb o'ylagandim. Bunichi? Yo'q. Menga buni zo'rlama. Ben azaldan aroq ichib bakmagan. Ems tamak çek. Ala. Ben tamakımı çıkıp bakmagan. Nim dese? Hey! Ya tamak çekmişsen, ya aroq içmişsen. Seni qandaqmi o'g'ilbola degili olsun ha? O'g'ilbola degan hamma ishni qilib ko'rib beqish kerak. Chiqa. Hazır. Ne oldu? Ne oldu lan? Satan nereden saldırmadın? Man karman kızım. Şimdi arayıp Satan ne doktorxonaga kaptıraylı. Dadınız ağırlık emas kızım. Siz arayıp çıkıp gidin. Ne var? Siz Satan türavatı o. Halide. Ben fakat olamadım. Yanımda bir pomu kalmadı. Hem de sen altın cabdıklarını seklep pul kılıp ekirip emsem olmadı. Men davatsız. O degen bizning to'yimizdan xotirasi tursa, unda qilsa qanday bo'ladi? Nima? Meni hayot qolsin demsan yoki o'lsin demsan? Abba, altınlarımızı sildim. Dadamı doğru alaylı. Şansı kılamaz. Elimi öydeki narsalarning hammani setib oldingiz. Biz bundan keyin qanday kun kechiramiz? Pul topgan chog'larimda mo'q hashildim. Endi beshimga kun tushganda shu eski oltin jabduqlaringni mendan oyayotamsan? Dafaqa. Sen ularni kim epagan? Hozir Xroyin degan shu marazni chekmasangiz nima bo'ladi? Elimi ailemizning kunini ko'kka so'rib oldingiz. Og'zingni yum. Yaxshilikcha qo'lingdagi uzuk, bilayzuk, qulog'ingdagi halqlarning hammasini chiqar. Bilmayman.
Dememse? Uçağın yeri, ha? Benliğin onu bir görek. Yaxşılıqçı bəsən be, bu seni bir qat kögülgün körsə. O vicdansız, namer, kolumda kelgende kız. Malaqşı mı? Ömrü bıraksanın koydum. Endi qulluğundaki halkını özden ep veremsə, yoki qulluğunu zirip alamdı ben, ha? Ah, Dilşat, geldin mi? Oy. Ne buldunuz Halide? Ha? Hey, elik dersin tapaldın mı ya? Tapaladın mı? Hey. Ben kim? Ben degen Dilşat şum. Yaraysa adaş, levzonda turupsa. Ben senden bek razı oldum. Cire, hocur gireyli. Yeni çıkentler. Boldu tosaman Halide. Her kim özü yaxşı gördüğün işini kılış gerek. Bizim o müşşirlen konuğumuzu hoş kılımız. Olmasa bu cihandan nemin lezzeti var deysiz. Bo'ldi. Mantolu o'rgatmang. Agar razvedka qilish tashlagan bo'lsa, boshliqqa ayting. Men bu qitimqi jinoyatchilarni tutish ishini siz bilan hargiz qilmayman. Siz meni ayaldab ojiz yig'layapsiz. Jahonga patmay yurgan neni quloq keslarni tutqanman. Sizlarning bo'lishinglar. O'zini bo'lfaran qilyapmiz. Bir qancha kun bo'ldi. Sizlarning xizmatinglarda hech qanday natija ko'rilmadi. Sizlar zot nima ish qilyapsiz? Agar biz zarb berishni bo'shashtirib qo'ysak, zarli chekimlik atkazchilari texnika admashidi. Qonunni ko'zga ilmas bo'lib oladi. Shuni biz osmonda to'r, yerda qopqon qurib, jinoyatchilarga qoqshatquz zarb berishimiz, ular qilchi rayim qilmasligimiz kerak. Şundaq zayıflaşıp gider. Ya ailesi muhabbeti bulunsa, ya atanızga. Neçə milyon məbləğ var şirketini veyran qılıverdi. 2 gündən beri, öydə bir çişlən namı yok. Boşumlu turmuş mu? Hey Fazıl. Mene demişsiniz mi kızınızla oyla? Onun da işiniz ağırsın.
Dada, sandıqdan aşıqçını be. Sana gep kılıvatı be. Ya sandıqdan aşıqçını be, ya bulmuş pul be. Anladın mı? Gel buraya. Astırak vakıra. Astırak. Ben idarda yüzlerce adamı başkılavatım he. Başkalarının aldığı azırak yüz ablayım bolsun. Senin kasafıtından hulum hoşluğa aldı da el cemaat aldı da baş götürüp yüremez olup gittim. Boldu, sol gep kılmay pul be. Ha? Ne edik pulunu berime ha? Net yıldan beri çıkan pullarının hemmisini sen haçlaptı gittin. Ya gep kısam ağlamasan. Ah çekkengi toy emdi. Nima? Ben senin kızın tutsam, bana azırak bir işin ağrımanda. Apam boğan boz belgen bulattı. Beni ya azaptın öldürdümse. İsim, isim. Adem balısı baksan, ağzı burnunu kan ite. Hayvan balısı baksan, ağzı burnunu yağ ite de tüket. Hey, Beğrez. Gözünü karab ağızlap bakkanğa koygazdın ko bizni. Kurak geplerini koy. 100 koy pul versen hazır çıktı mı? Ha? Ne hadik pulunu verime? Ben pul veremse denemse. Pul vermeydiğim bolsam. Ağzımda ölüp verme. Ha? Makul biri kızı biri. Aldı bile kolunu pişakta taşlıp etken ha. Lekin ben de pul bulmasa kızım. Bana oraklıma, mağadır pul lazım. Kumarım tutup gitti. Bulmaydiğim bolsa, aldığımda ölüp verme, uktama. Makul kızım, makul. Ben biri. Lekin ben kolunu pişakta taşlıp etken ha. Yok, avul pul ver, anda taşlayma. Makul. Ben biri kızım biri. Ben av öyle çıkıp ettirey ha. Lekin o kolundaki... Ezrak bulmazsa. Şakı taşlıp etsen bolu Avul tutacağım. pul ver, anda taşlayma. Makul ben sandıkta da ettirey. Bak, bana hazırla. Pul ver. Pul ver. Makul ben ettirey. Lekin o kolundaki pişakını... Ezrak pul. Makul. İşte Ezrak pul. Ay! Oy, beni koyuver! Canım dada! Oy canım, beni koyuver! Oy dada, beni koyuver deyme! Oy canım! Bu çoşka, senin nerin madem kokşaydı ha? Ay canım! Canım dada, takma! Meni şundak mı kalkıştan sen? Senin kasaptığından bütün ailemiz neyren bulduk o? Sen şunu mu bilmezsen? Ha? Kozak çeken ben bittim! Nime? Günahını boynuk almam sen? Menin çıdığı çılık kanlı de. Ben, çeken ki toy kızım ben seni. Ay canım! Beni kolay neyse! Oye! Takma canım dada! Bana işcan ağrısın, ama amansızlıktın sana pul diyen. Beni geçir dada! Ben özlemden nefretlenimim. Ah çekişine ögünüp kalkıdım kapışayman kılan canım dada! Umurum dek tutup geçseydi dada, çiğneyemedim. Senin kızım, apamış kimin seni kançilik etibarlayıp tutduğunu bilemsen. Bırak sen bizim ümidimizni yedi koydun. Yüreğimizni lehtiler ettin bu. Apamı senin derini kazakladı. Muşunu mu oynap bakmam sen? Ha? Sen muş kaşakta bulgan olsan, biz de bir hatırca boğum olsak bulmam da senin kızım. Benim dada. Ben zade eski. Ben işitmez. Beni öldürüvetme razı. Ben apamı izgilenmeyim. Sağını izgilenmeyim. Benim dada beni bundan bağlap koyacak. Ulanlar öldürüvetki. Ben bu dünyada azap okumaktırdım bırakla tutulay. Ben takat bulanmadım.
Mening bundoq yashiqinimdan o'lganim yaxshi. Sening dada, seni yaxshidim. Senin kızım. Sen küçük vaxtında şundan iradeli kız edin. Ama okuyttum. Şu iraden hazır merketti. Şu iraden bolsa bu necis işbası taşlayallaydın mı? Bunu taşlayalısan kalık alem aldım yüzün yoruk bulattı mı? Ben kino rejisörlerle sözleşip koygan. Senin dağınlık kino çolpunu buluş arzuyun battı mı kızım? Sen kino çolpunu, nağış çolpunu bulamaysan. Şu arzuyun için, merhum apanın hürmet için hayatının nabıttılar bu zehirli. Taşlığın ödülüm kalay kızım. Fazıl akam dukan gelmedi mi? Bu dükkan az yer Fazıl'ın emas. O dadamdan qarzını qaytaramıgaçqa bu dükkanı qayzık tutib berdi. İşin oz kelgin, ha? Maqlamiz. Fazıl'ın kılıvatsalları zaten çıdık çizgim kalmadı. Bundan öydüm koydum. Kızım, herkes undaq deme. Eğer Fazıl'ın taşlap öyden çıkıp ketseniz, o texin tapdan çıkıp gidiyor. Öyünlarımı akçı gidağalarının oğuzluğa aylanıp kalıdı. Bunda kızınız onu bu yoldan herkesin kutulduramayınız. Fazıl, ya mening yüzümni ağlamsa, ya sizlarning nasihatinglarga quloq solmasa, men zotni qanday qilaman? Bir yildan beri meni yeb, meni kiyayotganimiz bilan Fazılning Fazili kari bo'lmadi. G'oyi kunlar bir tishlam nonqumizar bo'lib ketaman. Hadislar urug' tuqqanlardan, tonish bilishlardan pul elib turmush chiqarishga bo'lgandim. Fazilning gapiga kirib, bir o'tgan xizmatimni tashlab chiqib ekanman. Sizlarga deydiksang, sizlarning halkinglarni o'tulib. Men Fazil ichida yamadim dada. Ben ajrashib, ota-onamdan qashog'i ketay deyman. Çoğun kocudu bundaq qilmang. O'zingizni tutib eling. Fazilning o'rnida men sizga noma'qul bo'lay. O'zingizni ayab. Bir obdan balanglar bor emasmi? Tuzilib qola. Mening yuragimmi laxta-laxta bo'lib ketdi. Endi mening bu dardlarni tortqichiligim yo'q. Alamet ya. Vay çocuğum alamet teyze bu acaba. Ha, isilip ha. Seni o teyze var. Ha, yaxşı. Ha, yaxşı. Ay, çocuğum yaxşı. Yaxşı oynadı ha? Yaxşı oynadı. Yaxşı oynadı. Usulnimi o'ynatdingiz, xodimni chiqdingiz. Endi beradigan narsangizni berib etmamsiz? Sizdek chiroyli qizlar nerede bor? Meni yigitlar bizga oshiq bo'lib Voy, to'mo'chiqlarim. Sizlar monayt haramzod ishki, sizlar hadislar olaman. Yurmali deydigan sizlar, ha? Nabikini. Bağan turmuqti bo'lib ketibsiz. Shurashmi? Sizni kaynimizimcha nurg'un yigitlar qatrab yuribsiz. Biroq o yigitlarning beradigan puli yo'q-da. Quruq oshliqning nimaga foydasi? Meni obdan kutsanglar, foyda olasizlar deganinglarni qilib beraman, ha? Naqmo obdan tegdi, qandaq dedi, ha? Aytib yo'qlar. Rahmat. Men do'stim bo'lgandan keyin
ikki og'iz nasihat qilib qo'yg'im kelyotidi. Atidan kechgacha xizmat deb chepib yursang, keyin o'zingizmi yaxshi emas. Xizmat degan tugamaydi. O'zing bilsa, biz birga aralashib yurgan do'stlarning hammasi allaqachon yo'q bo'lib ketdi. Ularning bir o'tdan oilasi bor, turmush xotirjam, bolalarimo cho'q-cho'ngli bo'lib ketdi. Sen hech to'y qilmay shundoq yuribsan. Sena gapni anglayapsansan. Menda xafa qoldingmi? Do'st yig'ilib aytib, dushman kuldirib deydigan gap bor. Ay, Gulnar, men bo'ldi, qaytib kel. Gulnar, qaytib kel, meni endi xafa qoldingmi? Gulnar. Fazlaka? Nima qilib yursiz bu yerda? Deganlaring rostmi? Men yolg'on so'zlaydigan kichik bola bo'lmasa, endi akaga narsan qani? Qo'shing. Hozircha. Bu narsani pulga. Nima chiqilsa? Men ya bir yoqqa ketamsan. Qandoq nima bu? Hozircha, undaq deganingizdan bu xatni nasib tursa, men sizga ishilib akaga pulni berasiz bo'pti. Yaxshi ko'ngilga rahmat tursin. Kelar qitim akaginingda hammani berib tay ma'qulmi? Hozircha uning egasiga nima deb javob beraman? Hey, nimandaq budishqoqdek choplashib olsa? Nohayot shu 100 qo'yning ishkan o, 100 qo'y. Yana bir qitim amonsiz ne? Ishim. Bu ma'narni nima ishqimni izlab kelgan bo'g'itdi. Sen bilen bir qancha qitim so'zlashdik. Sen zahar sotadigan odam to'lmamsan. Bir kichikida qolganimi rostilla fosh qilmamsan. Ondaq yaxshi. Bizning kengchilik bilan bir taraf qilishimizni xohlamasang, seni hozirla emgak bilan o'zgartish o'rniga olib beramiz. Ormanda. Neytay, burası neytay. Xaroyin bilan ta'minlaydigan ish plaslarni cho'qim pash qilishing kerak. Shunda qilsanglar o'zinglar emas, Xaroyinning azobida jon talishib, o'zining yoshlik bahorini nobud qilayotgan nurg'un qiz yigitlarni qutqizib qola olaysan. Shunda qilsanglar Xaroyin setib yoshlarni zaharlayotgan atkazchilarmi qonun to'g'ri tushidi. Tushundingmi? Ishkilanmay Gulpiya. Qani aytiva. Bizga haqiqiy ahvolni deb bilsanglar, kengchilik erishsin. Yüzümdeydiğin bir divanı var. Ben Xaroyinni şunundan alattım. Benim tanıdığım fakat şular. Onundan başkan bilmemse. Ben bilen bile çekildiğin Gülbahar'da bir kız battı. O ölüp gitti. Yüzümden oyunu bilemse.
Anlaşımca o adam daim öykütüp durdu ekan. Muqim bir joyda o'ltamaydi ekan. Tez bol. Haydi. Bekala var ottuk. Bu kalemden so'ng bir pul chiqmadi. Endi qanday qilamiz? Qara baqa, chiroyli qara qo'yib qolsa, kechlikni bo'lashmamdi. Mana o'zing qarab baqa. Fazil, Men bo'ldim, ha? O mening singlim ekan. Nima? Onu qo'yib o'tinglar. Nega tursanliklar? Qo'yingiz. Baqirman qizchaq. Biz sizga yaxshilik qilib biyaga kelib qo'ydik. Qo'rqmang, ha? Seni merhamet. Krem. Başla. Oturun. Bu delonun dairesi kengrek. Her taraftan etraflık tekşürüp hizmetini obdan orlaştırınlar. Hazırca izimni kolga alsanglar boludu. Bunun bilen çoğun yıllarını kaçırıp koymanglar. Gülpiyani koyup berişke koşulamak. Lekin onunla terbiyeni küçeytişinglar lazım. Boludu.
Taxminen 2 saat burun tunjuqtirib o'ldirilgan. Doklat, shaharning g'arbiy janubidagi Soybuloq kentida 2 qizning jasadi topildi. Sizlar davomli tekshirishni turinglar. Biz naq maydonga boraylik. Xo'p. Ha, tushundim. Bo'ldi. Xroyinga sport aralashtirib, ukol silib o'ldirdi. Ba'zan usullar yezining o'ldirilishi o'xshab ketyapti. Bu ishga delo cho'qim bir-biri bilan munosabatlik. Cho'ngjilar bizning planimizni berib kelib, jip uchun o'sayotgan. Ha, bo'ldi. Biz kechikibdik. Bizim bilan 2 qizning o'lishi bizning xizmatimizning inchki, atrofli bo'lmaganligidan bo'lgan. Biz bir qadam keyinda qoldik. Bu bizdagi eng cho'ng xatolik. Shunga biz uchun 1 soat, 1 minut, 1 sekund cho'ng qalbining kapolati. Biz buni qattiq saboq qilib, hozir egallagan yipchi materiallarga asosan texmi ishkirlab kirib, atrofni tekshirib, rayonimizdagi xroyin uvusini tarmar qilishimiz kerak. Yuqori rahbarlik xizmatimizga nait ko'ngil beryapti. Biz xroyin atkazchilarning ajallik yerini tutgan. So'ng ular uvusin chiqdi. Biz o'sharligimizni o'stirishimiz kerak. Boshqa fikr bo'lmasa, mishaygacha bo'lsin, tarqalinglar. Yo'q. Men Tursunni ketkizmayman. Bu uyning eg'rinik ishlarini kim qiladi? Men sana necha qatim nasihat qildim. Biroq sen zotiga gap anglamading. O'zingni oqsaytib yetishmagandek, Tursunim bu ishga sapsan. Uni aldab qroyin chektirib, xumar qilib qo'yibsan. Tursun, aql o'ydan ketkizibman. Hey! Bu uyda sening gaping gapmi yoki mening gapim gapmi, ha? Men Tursunni ketkizmayman dedim-mi? Cho'qim ketkizmayman. Sen kichik bolani o'zingni o'g'itib qo'ymoqchi. To'liq haddingni ochma. Uy! Ha! Kimga qarayotilar? Men degan Tunsaxonjimi? Tunsaxon! Sen aliming chidamadim. Seni taqdim to'shdi. Bir teramni kiyvasam, hammani qo'rqitaman deb o'ylayapsan? Bu uzoq shun. Men sening qilmishlaringni soqchiga ma'lum qilaman. Sen soqchiga ma'lum qilib baqaqini. Sen taxim moshundaq popoz qilib meni qo'rqitaman deb o'ylab qilyapsan? Hey! 7-8 yildan beri sening ko'zing ko'r, qulog'ing gaz, tilingni qoqib qo'yganmiding, ha? Ajab, men sana shuncha pul tepasam, g'ozongda xajlaysan. Ma qavatli o'ylansab pasam, kerlib yetib ketading-ku. Haqlarni ko'rsang, bizning Tunsaxon deb maqtab og'zingda sho'lgalarni yiqib ketadi-ku. Endilikda bu gap tiling qanday patdi ish bilan? Mas degan o'zing. Men bir savodsiz odam. Ayni chog'da oq setyapsan, qor setyapsan, uni men nadim bilay. Endi bilsam, shu oq zaharni setib, nurg'ulg'an yoshlarning jiniga zomin bo'psan. Pul topdim deganing bilan nurg'ulg'an ota-Allohning yuragi qon zardab to'shib ketdi. Nurg'ulg'an oila vayronchilik uchirdi. Bilib qo'y Tunisa. Sen hozir haqlar bilmaydi deganing bilan sen oq sotgan osh gudak balla koningdan bo'g'idi. Shu chog'da sen bir-birlab hisob bersan. Men seni soqchiq ma'lum qilmaydigan bo'lsam, ma'lum qilib baqa. Men sening ikki putingni bir o'tib chiqaman. Men soqchilarga erim bu ishga sherik. U meni mush ishga majburlagan desam, qanday qilsan? Ha? O'xshashdi senimi so'laydi.
Nandın işkin evetine. Çapsan bulundayım. Siz meni to'liq oldirlatmang. 10 ming yuanni kambaginiz iniq tursa, siz yana yo'g'on gap qilsiz-ku. Necha yildan beri men sizga ishinib, sizni mol bilan ta'minlab kelyapsam. Emdilikda sizga mening do'ppamga jigit solmoqchiman. O'tirimizdagi qoida tuzum nakatdi, ha? Voy, Sidiq Boyvachchi. Hajabni xopib ketdingiz-ku. 10 ming qo'ygan siz uchun nima etdi? So'da deganda bir qatim yoki undaq yoki bundaq bo'lib ketsa nima bo'ladi? Yo'q, siz meni qarab turib oldingiz. Yaxshilikchi kambagan 10 ming yuanni qaytiring. Bo'lmasa molni qaytiring. Bundan keyin aloqa qilishmaylik. Voy, nima odamni mutamla qilsiz? Men-chi, naq pulni qo'lingizga sanab saq tutqazgandim. Nima jinimni chiqirdi? Bosh. Nima deyapsan? Bu qizil ko'z 10 ming qo'yni kam berib, yana yo'g'on gap qilsan-ku. Necha yildan beri men seni oq tamaki bilan ta'minlamagan bo'lsam, qanday pul topa olaysang? Qarab turib, yuzsizlik qilyapsingni qara. Yuzsizga o'zing. Voy nomard. Sendek odamga tetikchiligim bormi mening? Sening beshamligingni endi bildim. Vot bellol. Men sana tetimaydigan bo'lsam, Sidiq degan ismimni yo'tkaydiman. Voy. Qo'lingdan kesmag'o qara. Meni otqisilat. Qilchoqlarni akapasam, xo'ymi o'ynaysan? Amdilikda tez kelyapamda, ha? Shundaqmi? Xat to'xtabdi, sen bilan keyin hisoblashaman. Benim şuatla. Yer astı uyda azroq narsa otishni olmoqchi edim. Qachon kelgandilar? Men hemen anladım. Sana maziyet tutturayotgan sheriging aşı şoma. Berib soqchig'i ma'lum qil. Bo'lmasa bugun seni urib o'ldirmayman. Qo'lim qo'shla anglab qoldi, xalqi şeylik qilib gap bo'lsa, azmaydigan odam yo'q, qo'lsinsi yangisida. Men tizdiram nimda sirishim, masalan gaplarni anglayman, qazmaydigan odam yo'q. Biz axutun emasmi, undan qilmasa kirib paranglaymiz. Ochiqlikni yazsa qatın anglaymiz. Marasi izibdi, men bir qatim meni kechiribsan, undan qilmasa. Degan gaping rostmi? Voy ras. Azmaydigan kim bor deylar. Men izibdimi? Men siz degandek saqchi berib o'zimni ma'lum qilay. Oy. Telefon kap qoldi, sizlashib olay. Men Shodlik mehmonxonasi 1023-yotoqda darhol qishimga kelib ketsangiz. To'saqan. Bugun kayfiyatim ancha yaxshi emas. Voy, uyingizda sizga ortiqcha chechilib ketibman, xapamang. Endi 10 ming yuanni olmasam olmay. Gapingizdan qaraganda qog'ozning vaqtini saq bo'lmaydigan o'xshaydi. Siz bir amalini qiling. Bo'lmasa 7-8 yildan buyon topgan mol dunyolarimizdan ayrılıp qolamiz. Siz bilan menimi yaxshi kun yo'q. Sizlar doktorlarga yaqindan moslashib, yaxshi davolanib, bu yerdan tezroq chiqib, ota-onalar bilan jam bo'lishinglar kerak. Sizlar taxi yosh, jamiyat sizlarga muhtoj. Jamiyat sizlarni kutib turmoqda. O'zinglarga ishinglar olsin. Şunu biz Xroy'nin kelish manbasini tepib chiqishimiz kerak.
Satmagan endi mening uch ish kiyimlarim qaldimi? Bundaq tasdiq qilmang. Bu narsani satsangiz, vicdanınız qanday chiqaydi? Vay mana nere? Vicdansız. Ananı, kalendarın balası. Apağını öyde ekegen tüzükrek nersam yok mu? Aladaganni elip, satadaganni setip aldım. Bala bilen bir yıldan beri nemi yap, nemi kayginim bilen saatili karım yok. Yani tehi apağından ekegen nergis yok mu deydine koy çıkmaz. Vicdansız. Bırak koy beni. Çapanı ne kapırsa? Çapanı ne kapırsa deyme. Bunu seçmezsen ne yalana çıkarabilir? Eke! Sevmeyme. Eke değme! Sevmeyme. Eke değme! Aman vurma. Emsmenço, ben ölüp gelsem beylim ha? Dosağa ben çekim derim. Ben çekim derim. Cilgın çekim kalmadı. Dosağa bana işçiniz akıllısı cilim açar. Bana ben çekim derim ötülüp kolay. Ben sizden ötülüp kolay cilim açar. Ben olamadım. Dosağa cilim açar. Bir çekindiğine örtülüp kalay. Aksi kişi siz bana öğretgelemez mi cilim ağaca? Örtülüp kalay. Bir çekin ben sağız. Tumsak ağaca. Cilim ağaca. Bana bir çekin ben sağız şu an. Bana işçiniz ağırsın. Ben çiğnerim bir ben adı kandak kılım. Cilim ağaca. Nakım bana bir çekin ben sağaca. Tuzak aça, cilim aça, bana bir çıkıp versiniz şu. Çıtıkçılıkım kalmadı ben de kandan kılıma. Cilim aça, bedellerim akıp gitti. Ben çiğnemedim cilim aça. Bana bir çıkıp verin. Ben sizden örtülüp kalay, cilim aça. Çıkışta siz bana üget gelmez bu aça. Bana bir çıkıp verin. Ben de bir sıkışçılık kalay, cilim aça. Bana bir çıkıp da versiniz oldu ya. Cilim ağaçı ötürüp kılıyor. Ben çıkıldı bir. Ben çıkıldı ben sıkıldım baldı cilim ağaçı. Bakın bize. Cimin sıkıldı kılıyor cilim ağaçı. Sen kapak baş. Kaçağısı dikar çıkıyorsa. Ha? Kulkını bol. Küçüğüm dep koysam bir nesini kırıptı degende. Hem de var o. Senin bunda kılıktırın ne? Herkes götüremeyme. Ben de pul neymiş kulsan cilim ağaçı. Ben de pul yok. Pul yok. Bunda olsun şu. Çekme. Çekme. Ben çekmeyeceğim babaydım. Ben çekmeyeceğim özüm gitti ben cilim ağaçı. Bütün bedellerim alkan çıktı atılıyor. Bak işçiniz akırsın. Ben çekmeyeceğim babaydım cilim ağaçı. Ben çekmeyeceğim babaydım. Yaxşı. Bunda olsa mening bir şartim bor. Şunu o'rinlab bersan, oq tomoqni sen bekor beraverma. Siz buni shafqatchi bocha, siz buni yo'ldan chiqib, buni shartsiz bo'lsa o'rnayman. Jinim bocha o'rnayman. Gaping gap. Gapim gap. Unda bo'lsa buni hech kimga demaysan. Hech kimga demayman. Men nima qil desam, shuni qilasan. Ma'qul jinim bocha.
deganimdek qilsam, nima desam shuni beramiz. Hatto bu qora ikkimiz o'ng chiqadi. Kılamam. Sakatda sokaktan akıllı canım acım. Herkes boşalmaydı. Ben hemen orlaştırıp koydum. Ben nima desam shuni qilsanglar bo'ladi. Qanday qilsam? Agar mening gapimga ko'nsanglar, kun bo'yi seni mushuning bilan ta'minlayman. Kılacağım. Makul dedim çalışanı kıl. Makul açama derim. Qala. Qo'y, sizlarni qani uyga kiranglar. Öyle puzzle yok mu? Chiqib ketgani 3 kun bo'ldi. Nega ketganligini men bilmayman. Pulning amalini qila oldinglarmi? Nadikini Fazilning ahvoli hiliqidek tursa. Helim o 2 yıl sakladık. Hem de bizden savur taqtimiz to'shdi. Qarzni qaytarmasanlar qat'iy bo'lmaydi. Manga deganingiz bilan mening nima amalim bor? Sodini o'zinglar qilsizlar. Shundoq bo'lgandikin Fazil bilan ko'rishinglar. Qanday gap bu? Siz Fazilning ayoli bo'lgandan keyin sizningmi qarzni qaytarish majburiyatiniz bor. Qarab turib erishtirib qo'yayotgani deymi? Nima mening ko'zimga kirib olsizlar? Men sizlardan qarz olganmi yoki mol olganmi? Erkakning o'tirsidagi ishqa nima ishqa meni ketib olsizlar? Yaxshi. Siz aralashmaysiz, shundaqmi? Buningga bizning amalimiz bor. Uyni bekor oling. Qarz gilsa olaymiz. Nima? Uyni qarziga hisoblamsizlar? Bizga bundan boshqa chora yo'q. 2 kun ichida uyni ko'chib bering. Qonundimi shundoq buyurdi. Mana bu sotning qog'ozi. Ey, pul beremse dememse, gem kıl deyme. Tapqan təgəllərimin həmmini doğru tükettim. Əmdə onu mən desəm, mən də üstüdən qalacağım. Bu münafıq hayvan. Eli bir ha. Hey! Nima qilyapsan? Ha? O senin dadan. Dadan qilib pichoq tag'lamsan. Senin balam, bu nima qilg'in? Bu nima qilg'in? Andaq bolsa, yığıb qoyğan pulların bolsa, sen bəyəmisən? Canım apa, beni kurtuldurun var. Olmasın beni ölüp gitme. Senin balam. Mendeki pullarının hemmisini sana verdim ho. Oftan balam. Keyin keçeklerim, altın yaptıklarımı sildim. Aşı ahtamakini çekip tügettim ho balam. Yine mende pul soraksa. Ben de artık tutabilirim ha. Ben amallı kılmam sen. Kalktın sonra. Kalktın karzdan. Eğer bugün işgal populu tep veremsen. Her işgalın kögülüğünü körsün. Heli bir kal. Makul. Makul biz tabili. Dadağını koyuver. Senin balam. Dadağını koyuver. Közanın yolda ekma. Makul. Makul. Ben tapay. Çaptan bol değil mi? Makul. Bol. Makul.
Otsam bol deyman. Sen mi bana? Ahiretligimiz çıkıp koygan sen şunu koy. Ana. Apsi, bu bizga nima to'st quloq? Ya, Sencu! Ha, o'tirmizg'u, tashlamaydimi? Tözgü bu. Qağını qani? Bizning ko'dib chimtiqim buni. Qağını qani davatimi? Yenimdi bari mushuka. Biz o'lib ketmagandan keyin bilsam mi bo'la? Nima? Nim dedim? Sen xotin kishimi, akshimi? Chidimga odam, o'ylimsamam da buni. Chidimsa o'ylimsamam da. Sen jim o'tirni? Tavkani buzmava lata. Ishini qilayva. Mazat qilibman nochiligini. Pulim olmagan ekan, chiroyli xotinni tishlamaman da. Shu emasmi? Bu annangni. Nima? Ana bugün nima qilib tursan tushmasa. Meni o'ldirmi demaysiz ha? Sizga bak eshinyapman Xolida. Tasli sizni mushu eski uyga kirib qo'ysa, ma'qul deb o'tardingizmi? Ha? O'zingizni bak qaltis chog'laydingiz. Endi nima bo'ldi? Hamma ishni bilib turib. To'liq so'zlayvermang. Siz ayni vaqtida mendan 100 euro pazlning puliga o'zingizni otdingiz. Ko'rdim. Baxtli ko'psiz. Bizning munosabatimiz uzilgani 8 yil bo'ldi. Nima deb ko'n xamani so'raysiz? Chunki shu chog'dagi ishlar texi mening yodimdan chiqib qolgani yo'q. Siz meni qattiq dag'da qo'ygandingiz. Ha, endi bildim. Siz Fazilning mol dunyosini deb uning bilan do'st bo'ldingiz. Oxirgi hisobda uni xiroyinga xumar qilib qo'ydingiz. Bizning bugünkida kunga qilishimizga butunlay siz sababchi. O'zingizni yaxshi olgansiz. Nahadib yo'qolan gapni qilgansiz Xolida. Men do'stlik qoyili qilgan undar namartlidan emasmi? Oz to'lovosimi, vicdonim bor, ha? Chiroyli gaplaringizni qo'ying. Marhamat, uydan chiqing. Nima bo'ldingiz Xolida? Ha? Siz mening anchag'dagi mashg'imjimi? Garchi taqdir bizni ayirib etgan bo'lsa-mu, lekin men sizni yanada yaxshi ko'raman. Sizga bak ichinayapman Xolida. Sizning hozirgi ahvolingiz menga 5 qo'ldek ayon. Sizlar hozir nurg'un qazga bo'g'ilib ketdinglar. Men Ela. Nega qaraysiz? Insonchilik deganda bunchalik yordam degan bo'lib turdi-ku, ha?
İlim? Bu yerden derhal çıkıp git. Kimdi so'qyapsiz? Fazliddinmi? Uning endi siz bilan chatqi yo'q. Xotirjam bo'ling. U bugun uyga hargiz kelmaydi. Uydan çıkıp git. Çıkıp git. Eğer gepimni ko'nsan, men seni har kuni xiroyim bilan ta'minlayman. Gepimni kirasan, san yaxshi kun yo'q. Beni kutkuzuver Allah kutkuvar. Danışakan. Danışakan. Uzak kaça. Uzak kaça. Uzak kaça. Kadın kadın öldü. Ağzını Bana eli, tez. Toptan. Ne var siz? 5 terekke. Ha? Bunchi kashni 5 terakka qachon berib bo'lamiz? Men sizga pul bergandan man degandan ma'lumsiz? Mening bir mo'yim so'd ishim bor. Sizlar menga, siz mening da'vatlaman sizga. Tumsaqa uyda yo'qkan. Qechibdi. O nega bordi? Yo'q, men bilmayman. Onun yaqin tuqqanlari bormi? O kimlar bilan aralashadi? Bilamsiz bilmasa? O menga hech narsa demagan. Uning nega bordiganligini bilmayman. Yana tuqqanlarim adovat etdi. Rastlı men hech narsani bilmayman. Hozir menga degan poyezd biletini birini bering.
Kira. Ma. Şumu. Şu. Kasımkam şu. Oldu bana. Lan. Halide, bana pul deb akirtma. Mening qarz so'ramgan odamlarim qolmadi. Sening mush askeriligingdan cho'q, balnim cho'ng'ay gapirib etdim. Ey, bir amalni qilmamsa. Qandoq amalni qilaman? Ey, ko'chaga chiq. Mayli qandoq qilsang shunday qilib, men pul deb akirtma. Ishtib bo'ldayma. Hey, nima deyapsan? Mushu gap og'zingdan qandoq chiqyapti-da? Bu vijdonsiz ishlar. Kötüye aldak bizden degan gapingni. Bana pul lazım, pul. Bana pul deb bersanglar hech qanday ishingni surishtirmayman. Agar bana pul deb akirtmaydigan bo'lsang, men seni o'ldirmayman. O'zing o'l. Ayni vaqtda meni gapimni anglagan bo'lsang, mushkuliga qolmaysan. Qarab faqat turqanga. Dilshatning kayniga kirib, oilamizni vayron qilding. O'lishgan Dilshat kelib, menga nima degan, nima qilganligini bilamsan? To'liga qilma. Dilshatning eng yaqin og'inam tursa, sening bu yolg'on gaping kim eshitdi? Undaq bo'lsa berib Dilshatdan po'qini ye. Meni sen ashunda qishqa majburlayapsan. Bundaq yashagandan cho'q o'lgan yaxshi. Ey, pulni topsangmi topsa, topmasangmi topsa. Agar topmaydigan bo'lsang, men seni o'ldirib yetaman. Uqma. O'ldir. Senin abla, bu senin neymi kızını? Hem de biz şu gün kaldık mı? He? Dada, gap kılmaysan bu. Vay nim bo'ldi? Hem sen vaqaysan qo'l. Canım dada. Apam tilanchilik qilib tutdi. Sen tek qo'rqmabsan. Nima? Opsi. Bu rasman. Qanday qilaman? Uyni yeydig'anqa bir tishdan bir narsa bo'lmasa, uning ustiga u yana kelib pichoq ko'taryapsa, tilanchilik qilmay qanday qilarsan dadasi? Uyushkinchi maoshimni kaplagandim-ku. Yana kelib aytgandi. Yine mahva. Bu bizga nima taat qildi?
yürüdüm. Yaştan kini yüreğe hemme dertni yürüdüm. Yığlap bireymen kimge biri ne de bulsa göz çiçek. İçiliydi o gül kayda, içiliydi o gül kayda, ben toxtuğam ölgen bir yürek. Bekle. Bekle. Seni izlep bağımığa yerimiz kalmadı. Seni müşahedimikin dep oyladık. Rastlı müşahediken sen emasmı? Bir iş bağımızı. Neymiş oladı? Sen bilen bir kanğıdak çekişip olaylı dep geldik. Humarın tutmadı mı? Çekmeyme. Ben endi çeksem, sakçılar beni yeni solup Hı? Sen kaçan sakçık kirip kalgandın? 15 gündek bop kaldı. Sakçılaman köp nasiyet kıldı. Ak çekkenin zadı faydası yokken fazıl. Karap durup yaş genimizle nabut kıl ikemiz. İstikbalımızın tügeştir ikemiz. Amal bolsa, sizlem çekmenla, ailenlan oylanla, özenlan oylanla. Eğer iradı bolsa, bir neçe ay çekmesekla, taşlağılı bolu diken go. Bu tesirlik eplinden nerede gülüp aldınız? Ahvalın qaraganda, sen bizim sakçığı məlum qıpsan der? Yok, ben sizlerine hergiz deymedim. Ben fakat sizlerge dostlarınılarca nasihat kılıvatım. Hergiz çekmenla, özenlarına nabut kılmanla. Gepimge kanda qaraysizlar. Oyunlarınızı yığıştırıp en ya son gidip pulunu çıkarın. Bizge hazır kurak yap koşakmaydı. Bizge pul gerek. Pul. Ben de pul neymiş kısın? Bugün Bezmi Han'ın iş hakkını taqtılğalıqının bizden mi haberimiz var? Çıraylıqca pulunu çıqa. Sizlerge neyim boldu? Biz yıkın dostlardan go. Nimandak yat adamga muamal qilganda qilsizlar. Beşimizge gün düştü Gülpiye. Yenimizde bir timi pul qalmadı. Endi bizge yardam qilmasang bo'lmaydi. Dilshod ikkimizdan xumar bek tutib ketdi. Men so'rab qolay dedim. Man qarang fazil. Gepimni anglang. Dadam og'rib qag'ilib raftidan ochdi. Pul yo'q. Dadamni yo'qlayolmagandim. Bu pul bilan dadamni yo'qlab olay. Neçe vaqtdan aralashqanimizning yuz xotirasini qilib bo'lsa-mu, bu pulni talashmanglar. Ma'qulmi? Yo'q. Bana pul lazım. Pul. Ben sana tazı yaman günler esqatqan. Endi aşu qığaldırım üçün cevap qaytırdığa vaqtin geldi. Uqdingmi? So'mkinaga. Chiqarava. Hey! To'xtasa! Aydan! Kim ona qilsa? Hey! Aka so'mkini. Demayman. Eğer pulni bermaydigan bo'lsang, bu pichoqni tiqib o'tma. Hey, sen onun rastlı bu bıçakını tıkıp etmem. Bu tutursam kırıp gitti bu. Bak böyle, onu bir ormalık içerek bir taşıp eyle. Çatan bakın. Bıçak taşıp eyle. Onu bir taşı okalım. Aydan! Beni taşlap koyma Allah'ım. Azim! Beni taşlap koyma Allah'ım. Hey! Boşunda kısak bolan mı? Hadi bola dur. Çantam bu. Azim! Beni taşlap koyma. Azim baba!
Ne oldu lan? Berim. Ha? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Tunsaxan. Hey, Gülpiyanın yetisini mokıp oldu. Şuna qaraganda, bizden guman qılmağa oxşamandı. Vay, ben sana diyendim o. Bizden hiç kim guman qılmaydı deymi. Taş, endi geldi ama. Hey, ağille. Biz kaçangıcı mışında kışınıp jürüyverimiz. Çoğu işten birine tebrik bakmamdık. Şu emas bu. Nicatlar toğru değil. Hey, ağille. Hazır jahan bağı bağın sırı tarnış kedivatdı. Bizde bu köz kulak bolurgalar. Hemmeli yerip bağken. Vay, nemeden korkamaz. Başı kelgeni görmemdi. Toğru değil. Yakından bu yankı neticanlar zor. Sizler japa çektinlar. Yollagan material ve dokulatınlardan Tunsaxan ve Tursun'un ıqrardan cezmleştirgili buludu ki, en çoğun baş cinayetçi Sidik. Hazır Sidik, Fazıl, Dilşat qatarlıqlarını қолға asanlar buludu. Derhal icra kılınlar. Hop! Yavaş ol. Beni eğitir. Dilşat bilen Fadıl ne gitti? Ben bilmeymen. Bilmeymen. Bilmeymen deysin ha. İtirim şey yok. İtir. Ula, Sıdık Baybacı'nın oyunu bulduğunu ketti. Sen bir şey bağımıydın. Ula beni korkacak devam bağımıydı. Sıdık'ka, ben biraz kıyınlıp kaldım. Bana azırak pul verip duram deken dep bu yer kelgendim. Yakında dadamның qorajayını mao ağinemge satmakçı bolgan. Şoňa bu ağinemden başlap geldim. Burunqı qarzni, bugunkini hammini biraqli qaytırman. Şoňa bir 2000 koy berip turgan bolsaňyz. Ey, meni to'liq ko'ldirlatma. Mening nesidin ta'lim yo'q. O'tganki qarzni qaytarmay turib, yana texi qarz so'rayapsan-a? Sıdık'ta, boy men sizga dedim-ku. Dadamның qorasini satqan dekin, hammini biraqli qaytırman emasmi? Şundaqmı adaş? Şundaq. Yakında bana bir yerden pul kelmekçiydi. Şu pul koluma kirişler ben bularning qorajayini o'tkazib olib. Ham shu chog'da kelinglar. Sıdık'ta, şu vaqt bo'g'icha 1-2 ming koy bo'lsin berib turmamsiz? Yo'q, bermayman. 1-2 ming koy bo'lgandikin og'inang berib tursinmamdi. Sizde pul olgandikin siz berib tursangiz olmamdi. Yo'q, bermayman dedim-mi? Bermayman. Qandoq degani meni bu? Beremse yok. Ben bereyim. Ben bereyim. Çok satın. Tez bol değil mi?
Babam sen. Tez bula. Çapsa işin baka. Çapsa gelip mağunu aklı. Köyde olma ne? Orhan. Hadi bunu kara. Bu ne? He? Kara. Git bak ha. Eski çoğun oyun soğudu gibi. Muşkemde. Sokçular kelgende kılıdı. Tez kaç eli. Tez bul. Tez değme. Hey, adam çıkarttı da. Hey, çıkın takıdan bak lan. Hey. Çaptan çıkma. Hey. Şoyen, hem beni aktarınla. Günler. Maile. Bırak içeri. Bunu da ekle.
Doklad başlık. Cinayetçilerin hemmesi sorgu düştü. Yaxşı, bu qatim vazifani yaxshi o'rinladinglar. Mening unvon ishim endi go hal bo'la. Qani o'ylish baqayli. O'ylish bo'g'icha qiyri ketdi ekanman-da, ha? Jinoyatchilarning hammasi qo'lga tushib bo'ldi. Sizlar darhol idoraga qaytib kelinglar. Shunday bo'lsin. Mening unvon ishim hal bo'ladigan bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Boshliq texi ifoda bildirmidi-ku? O'ylashimiz deganlik hal bo'ldi deganlik. Ish qilib siznikidan burun hal bo'ladi. Fazıl! Fazıl!